kimnidir huquqlarini ro'yobga chiqarish boshqa bir insonlarning huquqini chegarasini buzib o'tish kerak emas. Shovqin bilan uxladingizmi? Ertaga hattoki ishingizni sifatiga ham ta'sir qiladi-da bu. Bunda ham javobgarlik bor. Chora ko'r bilan jarima qilish emas, ularga tushuntirish oqibatini. Ikkita poygachi mototsikl poyga o'ynasa bor, endi trassada ko'rsatib olmaymiz. TikTok, Instagram qay darajada yoshlarga ta'sir qilyapti? Aynan zavqlanayotganligini Ayrimlari ko'rsatish. o'zini PR qilish uchun chiqib yurmoqda. Bu bir madaniyatsizlik. Bu bir qoidabuzargarchilik ayrimlar uchun. Har qanaqa motor ovozi baland chiqadi. Oddiy Lacetti'da ham oxirigacha turgan joyda gaz bossangiz baland chiqadi-ku ovozi. O'zini bir qiynalib peshin teriga olgan mototsikl boshqarish unaqa yurmaydi. U biladi. Lekin arendaga beradigan joylar ham mavjud. Rent-a-carlar bor. Qayerlarda ekanligini bilasizmi?